2025-yil tijorat banklari sof foydasi bo'yicha top 10 talik bilan tanishtiraman. Reytingimizda 10-o'rinda Davr Bank joy oldi. Uning 2025-yildagi sof foydasi 631 milliard so'mni tashkil qildi. Keyingi pog'onada Koreya taraqqiyot banki joylashdi. Uning yillik sof foydasi 691 milliard so'mni tashkil etdi. Bu o'rinda barqaror moliyaviy natija ko'rsatgan Xalq bankini ko'rishimiz mumkin. Sof foyda 703 milliard so'm. Trust Bank 2025-yil yakunlariga ko'ra 7-o'rinni egalladi va 865 milliard so'm sof foyda qayd etdi. 6-pog'onaga chiqqan bank Yo'l Ipak Yo'li banki. Moliyaviy ko'rsatkichlar 929 milliard so'm foydani ko'rsatmoqda. Top 5likka kirgan Orient Finance Bank yil davomida 1 trillion 44 milliard so'm sof foyda bilan e'tiborga loyiq natija qayd etdi. Bu bank 4-o'rinni egallab, 2025-yilda 1 trillion 705 milliard so'm sof foyda bilan reytingning 3-pog'onasida Capital Bank turibdi. Bankning sof foydasi 1 trillion 788 milliard so'mga yetdi. Sanoat qurilish banki yuqori moliyaviy natijalar bilan 2-o'rinni egalladi. Bu ko'rsatkich 1 trillion 880 milliard so'mni tashkil qildi. 2025-yilda eng ko'p sof foyda olgan bank bu Milliy bankdir. O'tgan yil davomida u 1 trillion 919 milliard so'm sof foyda oldi.